Biz hozir Olmazor tumanidagi maktabga keldik va bu maktabda o'quvchilarni eng yaxshi ko'rgan o'qituvchilari kim va nima uchun ularni juda ham yaxshi ko'rishliklari haqida axborotni olamiz. Menimcha sizga ham qiziq. Tasviriy san'at ismlari Muborepa. Kishi gapiradi, umuman tushunadi. Bizning kuratorning yaxshi darsi bor. Boshlang'ich ustozimiz Kilali Amonova. Muborak ustoz. Nimadan dars beradi? Tasviriy san'at. Nima uchun boshqa ustozlarga nisbatan ular zo'rlar? Yaxshi o'tadi darsi. Baxtli yoshlar. Islom ustoz. Ismlari? Hasanboy aka. Nima uchun yaxshi ko'rasiz? Yaxshi o'tadi. Yaxshi o'tadilar dars. Muborak ustoz. Muborak ustoz. Tasviriy san'at. Chunki bizani hurmat qiladi-da. Hammamizni yaxshi ko'radi. Baxtlidir ham, xushnudir ham. Kim shu maktabda? Muborak ustoz tasviriy san'atga kiradilar. Nima uchun ular zo'r deb o'ylaysiz? Mehribonlar. Ular qiziqarli dars o'tadilar. Assalomu alaykum. Men Lafruz Hidoyatovaman. Maktabga kelgan edim. Hozir o'quvchilardan so'rovnoma og'zaki o'tkazganimizda sizni eng sevimli ustoz deb juda ko'p o'quvchilar aytib o'tishdi. Nima deb o'ylaysiz? Aynan mana shu sevimli ustoz bo'lishingizda sizga 3 ta eng muhim sirini o'quvchilarga aytsangiz, bo'lishsangiz. Assalomu alaykum. Xursand bo'ldim telefon qilganingizdan. Birinchisi interaktiv metodlar bilan o'tkazish, ikkinchisi ota-onalar farzandlari bilan birgalikda olib borish, uchinchisi o'sha metodni amaliy qo'llay olishimiz va yetkazib berishimiz deb o'ylayman. Zo'r. Ishingizga rivoj Muborakxon. Rahmat vaqtingizni ayamay fikr mulohazalaringizni berganingiz uchun. Sog' bo'ling. Rahmat. Xo'p, rahmat kattakon Muborak.